Xitoy bilan Tayvan o'rtasidagi ziddiyat davomli keskinlashmoqda. Xitoy 38 kurashchi aeroplan bilan Tayvanning havo bo'shlig'iga yana bir qatim xiloflik qildi. Bu Xitoy bugunga qadar eng ko'p aeroplan bilan Tayvan havo bo'shlig'iga kirishi. Tayvan davlat mudofaa ministrligi Xitoy havo armiyasining oldi bilan 25 aeroplan, bir necha soatdan keyin 13 aeroplan bilan havo bo'shlig'iga kirganligini bildirdi. Tayvan bosh ministri Xitoyning havo bo'shlig'iga xiloflik qilganligini rahimsiz va vahshiy deb tasvirladi. Misr aviatsiya şirketining yo'lovchilar aeroplani Isroiliya bilan Misr o'rtasida imzolangan tinchlik kelishimidan buyon tunji qatim Tel Avivga qo'ndi. Diqqat qilishga arziydigani shuki, Misr aviatsiya şirketining Qohira Tel Aviv aviatsiya liniyasi Misr prezidenti Abdul Fattah al-Sisi va Isroiliya bosh ministri Naftali Bennetning 13-sentabr Misrning Arsham al-Shayxdagi uchrashishdan keyin boshlangan. Yevropa İttifaqının tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Josep Borrell Saudiya Arabiston bilan hamkorlik kelishimi imzolaydiganligini e'lon qildi. E'lonicha, Borrell dengiz qo'ltiqi rayoniga qilgan tunji ziyorati doirasida Qatar va Arab Birlashma Xalifaligidan keyin Saudiya Arabistonga borgan. 2 oktyabr Fransiya poytaxti Parijda Xitoyning Uyg'urlar ustida yurgizayotgan qirg'inchilik siyosatiga qarshi turish, jumladan Fransiya qatorliq ellarni Uyg'ur qirg'inchiligini e'tirof qilish va buni to'xtatish uchun harakatga o'tishga chaqirish qatorliq maqsadlar bilan zo'r ko'lamlik namoyish o'tkazildi. Bu qatimqi namoyishga Uyg'urlarni qo'llovchi Yevropa va Fransiya parlament a'zolari, ko'p sondagi yerlik fransuzlar, atrofdagi davlatlardagi Uyg'ur tashkilotlari tomonidan tashkillanib elib kelingan Uyg'ur jamoati va siyosiy faoliyatchilar qatnashib Parij ko'chalarini zilzilaga soldi. İtaliyaning Milan shahrida bir kichik tipli aeroplan uchib o'tib uzun o'tmay tushib ketib, 8 odam qazo qilgan. E'lonicha Milan Linate aerodromidan Sardiniya orolidagi Olbia shahriga qarab yo'lga chiqqan bu kichik shaxsiy aeroplan uchib uzun o'tmayla noma'lum sabab bilan tushib ketgan. İran Tashqi ishlar ministri Hüseyin Emir Abdullahyan Amerika prezidenti Joe Bidenning to'g'ritib qo'yilgan 10 milliard dollarni qo'yib berishi va bu orqali yadro suhbatiga qaytish orzusini ifodalashi kerakligini aytdi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi jurnalist Jamal Qashqchi suiqasdga uchraganligining 3 yilligida bayonot e'lon qilib, uning favqulodda hayoti va merosini hurmat bilan xotirlaydiganligini bildirdi. Tashqi ishlar ministrligi bayonotida chet eldagi o'qituvchilarga tahdid soladi deb qaralgan 76 Saudiya Arabiston fuqarosiga viza cheklamasi qo'yganligini eslatib, Amerikaning kishilik huquqni tashqi siyosatining markaziga qo'ydiganligini o'tirib qo'ydi.